Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Avval xabar berilganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 8-9 iyun kunlari Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar davlat rahbarlari kengashi sammitida ishtirok etdi. Davlat rahbari Ostonaga safari chog'ida nafaqat sammit ishida qatnashdi, balki anjuman doirasida turli uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyevning Facebook sahifasida mazkur uchrashuvlardan fotolavhalar taqdim etilgan. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishni yoqlab chiqadi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev tashkilotning Ostonada o'tayotgan sammitidagi chiqishida ma'lum qildi deb xabar bermoqda gazeta.uz. Davlat rahbari O'zbekiston Xitoyning bir mintaqa, bir yo'l tashabbusi doirasida katta loyihalar realizatsiyasiga muhim ahamiyat qaratishini ta'kidlab o'tdi. Uning fikricha, transport kommunikatsiya loyihalari realizatsiyasiga alohida e'tibor qaratmoq lozim. Tashkilotimizning eng muhim ustuvor maqsadi SHT mintaqasining ulkan transport salohiyatini ochish bo'lishi lozim, dedi prezident. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishining tezroq boshlanishi eng qisqa vaqtda mamlakatlarimiz jahon bozoriga chiqishni ta'minlashi mumkin, qo'shimcha qildi Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, u butun mintaqa tranzit salohiyatini samarador rivojlantirish bo'yicha takliflarni muvofiqlashtirish uchun SHT mamlakatlari temir yo'l ma'muriyatli rahbarlarining muntazam uchrashuvlari mexanizmini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Mamlakatlarimiz iqtisodiyoti rivojida hamda xalqlar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishida SHTga a'zo mamlakatlar mintaqalari va ishbilarmon davrlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga kasb etadi, qayd qildi Shavkat Mirziyoyev. U fan va texnika sohasida ustuvor hamkorlik yo'nalishlari istiqbolli ro'yxatini ishlab chiqishni taklif qildi. O'zbekiston rahbari SHT davlatlari va xalqlari o'rtasida o'zaro ishonch, qo'shnichilik va do'stlikni mustahkamlash zarurligiga alohida urg'u berdi. Mazkur yo'nalishda u SHT markazlari doimiy faoliyat yuritayotgan xalq diplomatiyasi institutlarini joriy etish taklifi bilan chiqdi. Bu markazlarda qo'shma ko'rgazmalar, konferensiyalar va uchrashuvlar o'tkazilishi, bu esa o'z navbatida SHT xalqlari o'rtasida samimiyatning oshishiga yordam berishi mumkin. O'zbekistonning fikricha, hamkorlikning yana bir istiqbolli yo'nalishi turizm sohasidir. Shavkat Mirziyoyev Expo 2017 xalqaro ko'rgazmasi ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Ko'rgazmada O'zbekiston, Rossiya, AQSh, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Hindiston, Vyetnam, Armaniston, Pokiston, Ozarbayjon, Belarus, Kuba, Turkmaniston, Ruminiya, Braziliya singari 120 dan ortiq davlat o'zining texnologik, ilmiy, madaniy yutuqlarini namoyish etmoqda. 9-iyun kuni Expo 2017 xalqaro ko'rgazmasining tantanali ochilish marosimi bo'ldi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Ko'rgazmaning asosiy mavzusi kelajak energiyasi deb nomlangan. Ko'rgazmada O'zbekiston faol ishtirok etayotganini ekspertlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning namoyishi uchun 2 qavatli bino ajratilgan. O'zbekiston pavilyonining birinchi qavati 630 kvadrat metr maydonni egallagan. Bu yerda quyosh, shamol va suv, ya'ni kelajak energiyasi mahsulotlari namoyish etilmoqda. Umumiy maydoni 550 kvadrat metrni tashkil etgan ikkinchi qavatda O'zbekistonning transport va logistika, turizm sohalari hamda oziq-ovqat va sharbat tayyorlash sanoatida erishilgan yutuqlar, milliy taomlarimiz namoyish etilmoqda. UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sasha Grumman Toshkentdagi tibbiyot kolleji talabalari ishtirokidagi voqea yuzasidan bayonot berdi. Bayonot matni tashkilot rasmiy saytida e'lon qilindi. 1-iyun kuni vafot etgan Toshkent tibbiyot kolleji talabasi 17 yoshli Jasurbek Ibrohimov oilasiga chuqur va samimiy ta'ziya izhor etamiz. O'quv muassasalaridagi bezorilik masalasi dunyo miqyosida borgan sari tashvishli masalaga aylanib boryapti va har kuni har yerda bolalarni zo'ravonlikning qurbonlariga aylantiryapti.
Juda ko'p odamlar o'quv muassasalaridagi bolalarga nisbatan zo'ravonlikka ko'z yumadilar. Shu bilan birga zo'ravonlikka uchragan juda ko'p bolalarda bu to'g'rida ochiq gapirish, ishonchli katta inson bilan o'rtoqlashish, o'zlariga xavfsiz muhit topish uchun ishonch va vosita bo'lmaydi. Bu singari holatlarni hal etish uchun muallim va ota-onalarni o'qitish, bolalarni zo'ravonlikning barcha turlaridan himoya qiluvchi odob-axloq qoidalarini ishlab chiqish va ularni qo'llash singari yo'llar mavjud. Tengdoshlar orasida jismoniy va og'zaki shakllardagi bezorilik mamlakatlar bo'ylab keng tarqalgan. Xo'rlash va ijtimoiy jihatdan chetlatish singari bilvosita bezorilik ham bolalarni xavf ostiga qo'yadi. Bezorilik xulq-atvori ko'pincha jamiyatda muayyan guruhlarga nisbatan ustunlik, stigma va kamsitishni aks ettiradi. Ijtimoiy dinamika vaqt o'tishi bilan o'zgarishda ham internet va uyali telefon singari axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'sib borayotgan bois bolalar xo'rlashning yangi shakllariga tobora duch kelmoqdalar. UNICEF bezorilik masalasini hal etishda dunyodagi ko'pgina mamlakatlarda yordam bermoqda. Quyidagi 6 ta strategiya ko'pgina mamlakatlarda foydali deb topildi. Birinchi, ota-onalar, bolani parvarish qiluvchilar va oilalarni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchi, bolalar va o'smirlarga xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashishni boshqarishda yordam berish. Uchinchi, zo'ravonlik va tahqirlarga olib keluvchi munosabat va ijtimoiy normalarni o'zgartirish. To'rtinchi, muallimlar va rasmiy shaxslarni bolalarga tegishli xizmat ko'rsatish borasida o'qitish. Beshinchi, bolalarni himoya qiluvchi qonun va siyosatni amalga oshirish. Va oltinchi, ma'lumotlarni yig'ish va tadqiqotlar o'tkazish. UNICEF bolalarga nisbatan zo'ravonlikning barcha turlariga, jumladan ta'lim muassasalarida bezorilikka qarshi kurashda hukumatning sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun tayyor, deyiladi bayonotda. UzNews'ning Shayxontohur tumani Iyibdagi mansabiga tayanib xabar berishicha, 6-iyun kuni taxminan soat 6:00 da Suv kanalining Fleshka savdo markazi tomonida joylashgan qirg'og'idan hech qanday tan jarohatlari alomatlari bo'lmagan yosh yigitning jasadi topilgan. 16 yoshli o'smirning murdasi Toshkent shahrida yashovchi 1965-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan topilgan. Shundan so'ng u zudlik bilan 102 raqami orqali ichki ishlar organlariga xabar bergan. Sud tibbiy ekspertiza xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda cho'kib ketgan yigitning 2001-yil 5-mayda tug'ilgan Yunusobod tumanidagi 271-maktabning 9-sinf o'quvchisi Tojiboyev Dilmurod Olimjon o'g'li ekanligi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertizaning o'lim haqidagi xulosasida yuqori nafas organlariga suyuqlik suv tushishi natijasida yuz bergan mexanik asfiksiya, shuningdek tananing shishib ketishi haqida so'z borgan. O'zbekiston Markaziy banki 6-iyundan AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3874 so'm 48 tiyin bo'lishini ma'lum qildi. Dollarning rasmiy kursi bir haftada 28 so'm 15 tiyinga oshdi. O'z-o'zidan Jem O'zbekistonning qiymati dollarga bog'langan avtomobillari narxi ham yuqoriladi. Masalan, birgina Malibu 2 avtomobilining narxi dollar kursining yuqorilashi munosabati bilan bir hafta ichida 1,547,321 so'mga oshdi. Bu O'zbekistonda 5-iyun holatiga ko'ra amalda bo'lgan eng kam ish haqi miqdori 149,775 so'mning 10 baravariga teng. Jem O'zbekistonning hozircha eng arzon avtomobili Matiz narxi esa bir hafta ichida 284,597 so'mga, eng kam ish haqining qariyb 2 baravariga oshgan. Jem O'zbekiston kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning 13-iyungacha amalda bo'ladigan narxlari bilan quyida tanishishingiz mumkin.
Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.